Tax bugungi yana to'po'cha mavzuyimizdan bittasi bu future perfect continuous ekan. Shu bilan xudo xohlasa bu oxirgi zamonimizda bo'ladi. Future perfect continuous yaxshilab o'rganib olamiz. Zamon to'g'risida aytib o'tadigan bo'lsam, bundan oldingi gal sizlarga aytganimdek, bundan oldingi videodan parcha. Bolalar qaranglar, men sizlarga zamonlar bo'yicha bitta narsani o'rgataman. Ingliz tilida ma'lum bir holat uchun ma'lum bir zamon ishlatilinadi degan bir tushuncha yo'q. Ya'ni siz любой bitta holat bilan 3 xil 4 xil zamonni ishlatsangiz bo'ladi. Zamon ingliz tilida nima unaqa ko'p, nimaga o'zi shuncha zamon kerak degan savolga shunaqa javob bersak bo'ladiki, ingliz tilidagi zamonlar biron bir holatga aniqlik kiritib beradi. Bu nima degani? Siz agar o'tmish to'g'risida gapirayotgan bo'lsangiz, o'zbek tilida qanaqa gapiramiz? Biz aytsak bo'ladi. Misol uchun, men kecha uyda mehmonlarimni kutib oldim. Meni mehmonlarimdan bittasi uyimda qoldi. Haligacha meni uyimda degan bir gaplarni bersak bo'ladi. Ya'ni bitta gap aytamiz-da, u gapga oydinlik kiritish uchun qo'shimcha yana bir gaplardan qo'shsak bo'ladi. Ingliz tilida ham bu narsa bor. Ingliz tilida ham bitta gap gapirib, bu gapga qo'shimcha gaplarni qo'shsanglar bo'ladi. Lekin ingliz tilidagi zamonlar siz shu ochiqcha qo'shimcha gaplarni qo'shmasligingizga yordam beradi. Ya'ni o'tmishda biron bir bo'lgan voqeaga siz misol uchun past simple ishlatadigan bo'lsangiz, siz o'sha o'tmishda biron bir voqeani prosta eslab qo'ygan bo'lasiz. Xuddi o'sha voqeaga agar present perfectda gapiradigan bo'lsangiz, o'sha voqea sodir bo'ldi, hozirgi aloqasi borligini ko'rsatib berasiz. Xuddi o'sha voqeaga past perfectda gapiradigan bo'lsangiz, o'sha voqeadan oldin nimadir voqea bo'lganligiga urg'uni qaratayotgan bo'lasiz. Ko'rasizmi? Voqea holat o'zgarib qo'yotgani yo'q. Yoki men to'xta bu hozir men bu gapda qanaqa zamon ishlatsam to'g'ri bo'larkin degan narsani ortiqcha o'ylashim kerak emas. Maqsadim nima? Maqsad gapirayotgan gapimdan nima maqsad, nimani yetkazib bermoqchiman? Shunisiga qarab men zamonimni tanlab olaman. Tushunali, demak men zamon tanlayotganimda, men bo'lgan holatga qarab zamonni tanlamas ekanman. Bitta holatga 5 xil zamon bersam bo'ladi, xohlasam agar, просто men urg'uni nimaga qaratmayman. Shu narsa muhim. Endi future continuous bizga qanaqa urg'uni beradi, nimaga e'tibor qaratadi, shu narsani bilib olaylik. Keling, nomidan o'zimiz bitta o'ylab ko'rishga harakat qilamiz. Future perfect continuous. Future damaloma gap kelajak to'g'risida keladi, ketyapti. Demak, tabiiy ravishda bilamanki, auxiliary verb sifatida men formulamda qo'yni-qo'y will bo'lsa kerak. Bu hali to'g'ri emas, bu meni prosta o'zim o'ylashim. Ketidan perfect kelyapti. Perfect menda o'tmish bilan hozirni birlashtirib berardi. Demak, perfect bilan future qanaqa bo'lyapti? O'tmishda boshlangan qanaqadir narsa kelajakda ham kelajakka qanaqadir bir bog'langanligini ma'nosini beryapti. To'g'rimi? Bu prosta logik o'ylab ko'ryapman. Va tabiiy ravishda perfect'imni auxiliary verbi menda have edi, bu yerda ham qo'yni-qo'y have bo'lsa kerak. Xo'p. Ketidan continuous. Continuous menda davomiylikni bildirardi. Demak, tabiiy ravishda formulamda to be bilan verb ing bo'ladi. Endi zamon o'shanda qanaqa bo'lyapti? Future perfect continuous. Perfect qismidan men bilamanki o'tmishda boshlangan, future qismidan bilamanki o'tmish hozirgacha davom, kelasi zamongacha davom etib kelgan va continuousdan bilamanki u yog'i ham davom etyapti. Ha, demak, shunaqa bo'lar ekan, o'ylab qarasam. Ya'ni o'tmishda boshlangan narsa kelasi zamonga kelib, kelasi zamondagi bitta bir nuqtaga kelib, qanchadir payt yana davom etib ketayotgan bo'lar ekan. Tushunmagan bo'lsangiz, it's okay. Hozir misollarda yaxshiroq tushunib olamiz. Avvalambor formulasiga oydinlik kiritib olaylik. Bu aytib o'tganimdek, formula menda subject bo'ladi har doim. Ketidan future qiladigan narsa will bor ekan formulada. Bu narsaga o'zimizga keluvdik. Malatsi, logikalarni ishlatinglar. Обязательно yodlab olishingiz shart emas, o'zingiz ishlab shu narsaga kelsanglar ham bo'lar ekan. Ketidan men have beraman, chunki perfect bor. Ketidan been, ketidan verb ingni beraman. Chunki continuous. Ko'rasizlar, juda ham oddiy. Negativida oddiy auxiliary verbga not qo'shaman, questionida auxiliary verbga gapni boshga chiqaraman, juda ham oddiy. Keling, misollarni ko'ra olaylik, yaxshiroq tushunib olish uchun. By next year I will have been working here for 5 years. Ya'ni gapimiz tarjimasi kelasi yili men bu yerda 5 yildan beri ishlab kelayotgan bo'laman degan bir gapni ma'nosini berayotgan bo'lar ekan. Demak, bu gap bilan men aytaymanki, men oldin boshlaganman shu yerda ishlashni, hozir ham ishlayapman, kelasi zamonda ham ishlayotgan bo'laman. Kelasi zamondagi bitta paytga kelib, qanaqadir bir paytga kelib, men ishlab kelayotgan bo'laman shuncha period davomida deb continuous qilib beraverman gapim. Men bu gapni boshqa zamonlarda ham bersam bo'ladi, любой zamonda bersam bo'ladi. Lekin men именно oydinlikni shu narsaga qaratyapmanki, kelasi zamonda shuncha payt bo'lgan bo'ladi degan bir urg'uni qaratyapman. Bu yerda menga natija muhim emas. Bu yerda menga proses muhim. Proses qancha payt davom etayotganligi muhim. Mana o'shaning uchun aynan present perfect continuous kerak. Yoki keyingi misolga qaraymiz. When you arrive, we will have been waiting for an hour. Ya'ni sen kelganingda biz 1 soatdan beri kutayotgan bo'lamiz. Bu hozir qanaqa bo'lyapti? Biz qaqqadir bordik, kimnidir poylayapmiz-da, ana sherigimiz kelmayapti. Bundan oldin xuddi shunaqa misol bo'ldi, bundan oldingi videoda. Biz arimga telefon qilyapmiz-da, qanchada kelasan deyapmiz. Ular bizga yetdi, tam yarim soatda. Biz o'shanda aytamizki, menga qara, biz o'zimiz ham yarim soat oldin keldik.
Sen agar yarim soatdan keyin kelsang, bizni seni o'sha paytda, ya'ni sen yarim soatdan keyin biz seni 1 soatdan beri poylab turgan bo'lamiz degan bir gapni berayotgan bo'lamiz. Ko'rasizlarmi, mana o'tmishda boshlangan narsa kelajakgacha davom etib kelyapti va kelajakda qancha payt davom etayotganligiga biz prosta urg'u qaratamiz. Yoki mana sizlarga yana bitta misol. By 10 pm she will have been studying for 3 hours. Soat 10 da u 3 soatdan beri shug'ullanayotgan bo'ladi. Hozir agar soat 9 bo'lsa, u qanchadan beri shug'ullanyapti? U 2 soatdan beri shug'ullanyapti. Demak, men aytdim, ya'ni 1 soat shug'ullansa, o'pshi 3 soatdan beri to'xtamasdan shug'ullanib kelayotgan bo'ladi degan bir gapni ma'nosini berayotgan bo'laman. Tax botda future bilan future perfect bilan farqini bermabdi. Agar future perfectda qiynalayotgan bo'lsangiz, bu videoni ko'ringlar, u yerda hammasi juda ham yashin qilib tushuntirilgan. Guys, vro'de shu. Bitta narsani tushunishinglar kerak-da. Agar bu mavzu sizlarga prям o'ta qiyinlik qilayotgan bo'lsa, chalkashib ketayotgan bo'lsangiz, demak, ingliz tilidagi darajalarni umumiy holatda ozgina ko'tarib olishinglar kerak. Ingliz tilidagi daraja faqatgina grammatikani o'zi bilan o'lchanmaydi. Sizlar darajangizga mos bo'lgan readinglarni, podkastlarni eshitishinglar kerak, readinglarni o'qishinglar kerak, listeninglarni eshitishinglar kerak. Umumiy holatda ingliz tilidagi nima desam, bir saviya deyilarmikan, bu ingliz tilidagi saviyalarni ko'tarib olishinglar kerak. Bundan tashqari har doimgidek men PDF tayyorlab qo'ydim Telegram kanalda. Telegram kanalga o'tib yaxshilab o'rganib olsangiz bo'ladi va hamma zamonlarni bir-biri bilan farqi bilan Telegramdagi 12 ta zamonimiz degan bir videomiz bor. Uni ham ko'rsangiz, u ham ancha tushunarli bo'lgan.